Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bu ko'chadan oldin ham qo'yganmiz uylar. Bugun ham qo'yamiz. Jo'ja zavod. Bahor market yonidan kiriladi. Tinch mahalla. Mana shu uy. Mana ikkinchi etajga ham mo'ljallab pishig'ishdan ko'tarilgan polni plita usti. Mana shu uyni sotuvga qo'yamiz. Hozir ishlarini ko'rsatamiz. Tinch mahalla. Mana kirib kelishdan uy obshi 960 ga yaqin, 10 desa ham bo'ladi. 8 sotik dokumentga 8 sotik, ozgina joyi qo'shib olingan. Mana tumbalar polni tippa beton, 2 etaj qilib ko'tarishga mo'ljallangan o'zi. Polni manbaqlar beton qilingan. Endi anchadan beri yashalmagan, shu uchun holat shunday bo'lib turibdi. Manbaq hammasi podsobnilar, tovuqxona, oshxona, hammom. Mana bu tomonga asosiy zdaniya. Mana vaqt pishig'ish bilan boshlangan, ikkinchi etaj ko'tarib turish qolgan. Bemalol ko'tarib qilsa bo'ladi bu tomonini ham. Hozir uylar ichini ko'rsataman. Gaz, svet, suv, hamma sharoit bor buyoqqa. Mana yangi qurilayotgan dom ko'rinib turibdi. Mana shu M39 o'tgan shahardan. Mana buyoqqa mana basseyncha kichkinagina. Agarod katta mana. Mana uyga kirishdan katta mana teraska deyiladi. O'zimiz tilimizga hol deyiladi hozirgi tilga. Mana bu tomonga bir petla oshxona sifatida kichkinaroq qilib foydalanishgan. Remontlari oldingi holatga turibdi. Mana bu koridor. Mana bu xona. Polni pol qilingan tagi. Gaz bor, отопление bor. Mana bu ham xona. Svet yo'qligi uchun qarongi ko'rinyapti. Mana bu ham xuddi shu hozir ko'rsatganimdek xona, tagi pol qilingan, отопление qilingan. Bitta remont qila olinadi. Bu tomonga katta zal, ko'chaga qaragan, ko'cha tomonga. Mana bu zal ko'cha tomonga qaragan. Reshotkalar qo'yilgan. Mana batareyalar, chugunli batareyalar qo'yilgan. Ozgina ishi bor baribir uyda, puli ham shunga yarasha bo'ladi. Obshi 9 dan oshiq, pashti 10 sotik. Polni pol qilingan, taglari tippa polni plita bilan yopilgan. Bu tomonga mana qo'shimcha xonalar, bu oshxona bo'lgan. Buyoqqa ham отопление qilingan. Mana 2 xona buyoqqa. Tagi podval. Bu tomonga yana xonalar bor. Kotelya. Kotellar ham oldingi dahshat kotellar qo'yilgan. Buyoqqa ham mana qo'shimcha xonalar qilingan. Bir petla nima uchundir foydalanilgan. Bu tomoniga shu tovuqxona, mayda-chuyda qurilishlar, bu yoqqa hammom. Mana bu hammom polni kafil qilingan. Gaz bor, isiydi, hammom polni ishlaydi. Tippalar taxta bilan qilingan ekan. Mana shu uyimizni sotuvga qo'yamiz. Telefon qilsanglar gaplashamiz. Obshi 10 sotikka yaqin, 8 sotik dokument. Qolgani mana o'sha tomon. 2 etaj qilib ko'tarsa bo'ladi bemalol. Narxini 60 ming deyamiz, ya'ni ham kelishamiz.
pul naqd chiqsa gaplashaveramiz. Darvozaxona mana katta. Buni yana qo'shimcha qilib mana shu tomondan u ham qilsa bo'lar, tagiga podvali ham bor. Mana shu uyni tagiga, mana shu xonaning tagi polniy podval. Mana shu. Telefon qilinglar, gaplashamiz. Obuna qil, like boss, o'zingga ko'ngil. Bizning yo'limiz qonuniy, hech narsa no'jiya ko'ngil. Keshuraversa number one.